Shu orqamda turgan Malibu Premier mashinasini nech pulga olaman deb o'ylaysiz? Yil 2022-yil kraskalari top-toza, holati ideal. Mashinamizning yil 2022-yil 85 ming probeg, kraskalari top-toza, holatlari ideal, kuzovlarda hech qanaqa qirilgan, chizilgan joylari yo'q. Notariusga bo'lsa dokumentlar tayyor, egalaridan 1-2 oylik yillargacha ruxsat so'rab qo'ydim, lekin o'zlari ham keldi ekanlar, egalariga telefon qilsanglar, kelishib olib mashinani barakasini olib ketsanglar bo'ladi. Mashinamizga 4 ta yumshoq balon taqib qo'yilgan, tonirovka ruxsatnoma olib qo'yilgan, besko'choq do'stlar bor. Mana ko'jalarini qarang, okey. Mashina tinov holatda turgan ekan. Salon qismlaridan ko'rishingiz mumkin. Mana rullari ham. Mashinamizda Siden Abduf abagreiflari bor, panorama tomlari bor, xudo xolisa kamchiliklari yo'q, qirilgan, chizilgan joylari yo'q, eshik dafshikalari yo'q. Tinov holatda bo'lib turibdi. Xo'p, bagaj atteklarini ham bitta ko'rsatamiz sizlarga. Mana orqada ham bunaqa gilam poliklari ham bor, bagaj atteklari ham tinov holatda bo'lib turibdi. Kuzovlari ham shunga yarasha tinov holatda turibdi. Maskasi toza, ideal sosteniyada turgan Malibu Premierimizning narxi 24900 dollar. Narxi zo'r, xudo xolisa Telegram kanalimizga uloq olish esdan chiqmasa, videoga like bosib, bizga obuna bo'lib qo'yish ham esdan chiqmasin.